2025-yil birinchi chorakda davlat byudjet daromadlari 63.9 trillion so'mni tashkil etgan. Bu o'tgan yilning shu davri ko'rsatkichlaridan 21.5% ga ko'p. Iqtisodiyot va Moliya vazirligi e'lon hisobotiga ko'ra, byudjet daromadlarining yuqori o'sishi qo'shimcha qiymat solig'i +33.3%, aksiz +29.7%, foyda solig'i +21.6% va daromad solig'i +20.8% tushumlari hisobiga to'g'ri kelgan. Boshqacha aytganda, musulmon xalqimiz va mahalliy tadbirkorlar soliq to'layapti. Iqtisodiy baza kengaymoqda. Biroq buning muqobilida hukumatga yaqin monopolist kompaniyalar, investor deb atalayotgan ochko'z xorijiy shirkatlardan tushayotgan soliqlar o'smagan. Masalan, yer qa'ridan foydalanganlik uchun soliqdan tushumlarda o'zgarish yo'q. Chunki o'zbek rejimi ularga juda katta soliq imtiyozlari va yengilliklar bergandi. Iqtisodiyotchi Otabek Bakirov bu haqda shunday deydi: 2022-yildan beri konlarimiz qo'shqo'llab topshirilgan xususiy va cho'ntak kompaniyalarga tabiiy gaz bo'yicha soliq stavkalari 3, neft va gaz kondensati uchun 2 barobar pasaytirildi. Yer qa'ridan foydalanganlik uchun soliq tushumlari qariyb 2 trillion so'mga qisqarib ketgan. Bu faqat buxgalteriya yo'qotishi xolos. Iqtisodiy yo'qotish karrasiga ko'p. Yoki bo'lmasam prezident yoki hukumat qarorlari bo'yicha imtiyoz olganlar mol-mulk solig'i amaldagi stavkasining 1% miqdorida yoki bo'lmasam 0.15% miqdorida to'lashmoqda. Qolganlar esa 1.5%. Shu insofdanmi? Qani bu yerda adolatli haqiqat? Ha, bular o'rinli tanqid va e'tirozlardir. O'zbek rejimi byudjetni to'ldirishdek og'ir yukni o'z xalqi gardaniga tashlayotgan bir paytda hukumatga yaqin kompaniyalar imtiyozlar ichida cho'milishmoqda. Chunki yurtimizda kapitalistik iqtisod nizomi tatbiq qilinyapti. Bu nizomda soliq yuki asosan xalq bo'yniga bo'ladi. Boylar deyarli soliq to'lashmaydi. Islomda esa soliq faqat shariat ruxsat bergan o'rinlarda va qurbi yetgan odamlardan olinadi. Hozirgidek noshar'iy soliqlar undirish aslo joiz emas. Shuningdek, xorijiy kompaniyalarga ham hech qanday imtiyozlar berilmaydi.